Bizga g'arbdan, sharqdan har xil paniyatlar kelib, unday qilsang zo'r bo'ladi, bunday qilsang zo'r bo'ladi deb hamma o'zini nimasini o'rgatyapti bizga, ta'limotini. Bizga dinimiz ta'lim bersin. Agar shu tasavvur bilan yashasak, voy ishoninglar, psix bo'lmaymiz. Nervni bo'lmaymiz, sahr bo'lmaymiz, davleni bo'lmaymiz. Shuni o'tkazib yuboramiz. Bo'ldi, ketdi, nima qilamiz endi? Bo'ldi, tugadi. Ol ketman, hada endi bir marta. Odamlar psixologlarga borishadi. Nima uchun? Maslahat olish uchun. Hayotga qanday qarash kerak? Ustizga musibat kelsa qanday unutish kerak? O'tmishdagi muammolarni uchun, kelajakdan qo'rqmasligi uchun nima qilish kerak? Endi u psixologlar maslahat beradi. Musulmon odam nima qiladi? Bir musulmon tabibning oldiga bir odam kelib shunga o'xshagan narsani so'radi. Boyaga tabib musulmon edi-da, aytdiki, hayotda sodir bo'ladigan hamma narsaning taqdiri hali ularni Alloh yaratmay turib 50 ming yil avval yozib qo'yilgan.